Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan 2000 km yura oladigan gibrid mashinamiz BYD Steel 6 modelimizni obzor etib o'tamiz. BYD Steel 6 modelimiz super gibrid bo'ladi. Super gibrid deganimizning sababi mashinamiz ozgina benzin bilan ham ko'proq tok chiqarib biladi. Shuning hisobidan mashinamizning yurish kilometrlari tokda 120 km yurib biladi. Polni bak benzin bilan 60-65 litr benzin bilan mashinamiz 2020 km ni yurib biladi. Mashinamizga keladigan bo'lsak obzoruna, mashinamiz ko'rinishi Chistinxan, orqa tarafdan ko'rinishi ham dizayni, elde razmerlari ham. Balonlarni ko'rsak, balonlari 18 lik sakadiski hisoblanadi. Balonlar ham podyomi 55 lik. Bu mehki narsa, o'zine yarasha. Mashinamizda Polni 360 kameralar bor. Video registratorlar, ko'pchilik klientlarimiz so'raydigan panorama lyuklar, tomlari bor. Steel modelimizda har doimgidek hamma mashinamiz Mashinamizni salon qismi, ichki interyerine keladigan bo'lsak, ko'pchilik klientlarimiz so'raydigan pamit sideniyalar bor. Eshik ochilgandan sideniya orqaga qaytadi. Bu o'zingizga o'tirishga o'ng'ayli bo'lishi uchun. Mashina o'tirganingizdan keyin sideniya o'zi yana avvalgi holina kelib turadi. Tushganda, minjakda mashina qiynalmaysiz. Salon qismini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Salon qismina keladigan bo'lsak, mashinamizning salon qismida multimedia rul, head-up display. Ko'pchilik mashinalarda yo'q bu narsa. Laboyning o'zini, tezligingizni, navigator qo'ysangiz, navigatoringizni tashab ko'rsatib turadi laboyning o'zidan. Mashinamizni o'zgacha bo'lgan skorost tizimi. Skorost bor tarafda emas, bu yoqda ishlangan. Ko'pchilik klientlarimiz qiziqadigan narsa. Monitorlari 15.6 dyumlik eng katta monitorlardan. Salon qismini ham ko'rishingiz mumkin, bir uzinatib ishlangan. Ko'pchilik mashinalarda bo'lmagan 50 wattlik bistri bespirodni zaryadka, simsiz quvvatlash, sovutish, охлаждение tizimlari ham mavjud o'zida. Mashinamizda boshqa mashinalarda bo'lganning Eco, Sport, Normal, Gorniy rejimlari mavjud. Xolodilnik mashinamizda. -6 gradusdan +50 gradusgacha sovutib qizdirib biladi. Panorama tom o'zida salonimizda. O'zgacha muhitni berib dim xo'shroq ko'rsatadi mashina. Salonimizda sideniyalarni qarab olsak, ikki alli sideniyasi qizdirish va sovutish bor. Kojadan ishlangan sideniyalar ham, orqa qismlarini ham bir qator ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Salonimizni orqa qismini ham ko'rishingiz mumkin. Kengligi o'zine yarasha. O'zida podlakolniklari o'tirish uchun ham o'ng'ayli. Orqaning o'zida deflektorlar mavjud, orqa qismi uchun sovutish, qizdirish, Type-C USB zaryadchiklar. Obshipka qismini ham ko'rsangiz, plastik bilan rezinkadan ishlangan, kojadan podsvetkalar mavjud. Orqa qismi ham kengligi, o'tirish udobli. O'ng'ayli narsa. Eng galonisi mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, mashinamizning bahosi 364 ming so'mdan. Naqd ya kredit etib olsangiz bo'ladi. Salonimizni manzili esa Doritalni doğrusu Könes Stobur Tex. Mashinamizni kelib salonimizdan bemalol menejerlarimizga bog'lanib, nomerlarga telefon urib, kredit foizlarini bemalol hisoblatib ko'rib olsangiz bo'ladi. Hammangizni BYD Urganch avtosalonida kutamiz.